tezkor eksperiment, tezkor qidiruv tadbiri o'tkazilyapti. Qurbonlarga ishlov berish jarayonini boshlaymiz. Haqiqiy 12 dona 100 kupyuradagi pora so'zlari maxsus panalimizda ko'rinadi. Davlat xizmat tashkiloti boshqarmasi tergov bo'limi Jinoyat protsessual kodeksi talablariga asosan siz o'z ona tilidan foydalanishingiz, tarjimon xizmatidan foydalanishingiz, advokat xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Nima maqsadda ko'rishingiz? Nimadir oldingizmi pul? Yo'q, hech qanday pul. Hech narsa olmadingiz-da? Olmaganim yo'q, hozirman. Demak, mutaxassis tomonidan qo'llaringizdan surtma olamiz. 10 qo'ldan surtma olamiz. Surtma oldik. Bo'sh konvertimizga joylashtiramiz. Svet o'chirib qaranglar. Shu yerda o'tirgansizda olisizlar, yaqinroq kelinglar. Olamiz. Ochashil tusdagi kunduzlari mavjud bo'lgan pul mablag'larimiz sanab o'tamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muqaddam ishlov berilgan, pora so'zlari yozilgan pullarimiz. Xizmat guvohnomalari, tuman katta tezkor vakili. Materiallar ashyo dalillari bilan birga alohida komissiya olimi quriladi. Xolisda o'tkazilgan harakatimiz bo'yicha qanday e'tirozlar bormi o'ziga nisbatan? Sizda bormi?